Amerikada hayratlanarli voqea yuz berdi. Bir shifoxonada bir vaqtning o'zida 2 ayol farzandli bo'ldi. Eng qizig'i, chaqaloqlarning tug'ilish vaqti nafaqat vaqti, daqiqasi, balki soniyalargacha bir xil edi. Birinchisi o'g'il bola edi, ikkinchisi qiz bola edi. Vaziyat kutilmaganda murakkablashdi. Sababi, chaqaloqlar adashib ketgan edi. Har ikkala oila o'g'il bolani meniki deya da'vo qilardi. Shifokorlar barcha tekshiruvlarni o'tkazdi, hatto DNK ham aniq javob bera olmadi. Masala shu qadar murakkablashdiki, bu holat Arabistonga, u yerdagi ulamolar va shayxlarga yetkazildi. Qur'on va ilm asosida maslahat so'raldi. Shayxlar shunday deyishdi: onalarni sutini tekshiring. Qaysi onani suti vitaminlarga boy bo'lsa, o'g'il o'sha onaniki. Tekshiruvlar o'tkazildi. O'g'il bola emayotgan sut tarkibi shunchalik baquvvat ediki, u sut bilan ikkita qiz bolani boqish mumkin edi. Shu orqali haqiqat oydinlashdi. Bu voqea yana bir bor shuni ko'rsatadiki, Allohning qudrati cheksiz. U nafaqat insonni, balki ona sutini ham farqli qilib yaratdi. Ilm ojiz qolgan joyda haqning hikmati namoyon bo'ldi.